Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan duel, ya'ni razmanlarga chiqamiz. Adin va Adin. Ketdi go. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda men bitta klik oldim. Shu joyda tichib qo'yganman-da, bilyapti. Nimaga o'sha paytda o'qilayapti o'zim? Nimaga? Xoramdan bo'lgan qanchalardan video jo'nataveradi. Odamlar asabini buzib. Paytda yomon bo'ldi. Aytgancha menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bitta kelib ketdi. Ya'ni bu stand-off yangi o'zgardi, yangi versiyada oldingi versiya baribir ham boshqacha legenda edi. Как будто boshqacharoq tuyulgan edi bu. Mana shu yerda yaxshi ketyapti. Mana shu yerda yaxshi ketyapti o'dim. Orada aybga buyurmaysizlar. Men giroskopda yaxshi o'ynamayman. Harakat qilyapman yaxshi o'ynashga. Shuni chetdan keyin ketdi hammasi. 2-2 bo'lgandan keyin hammasi ketdi. Shu bilan bitta yutkizishni boshladi. Nega yutkizdim o'zim ham hayronman. Aytgancha stand-off nastroykasini sizlarga tashlab qo'yaman, ya'ni Telegram silkaga o'tib ko'rishingiz mumkin. Agar stand-offda duel qilaman degan inson bo'lsa, men mana ID raqamini yozib ketsin kommentariyaga. Men u bilan birga bir razmaz chiqaman. Ashitdimi, qanday qilib o'lib qoldim, tushunmay qoldim. Ashi joyda tushunmadim. Imkoniyatim bor edi. Imkoniyat bor edi. Mana shu chiqib o'ydim. Katta g'alaba yopildi. Nishonga olib bo'q bormadi ekan. Tasir otaverish kerak edi o'sha joyda. Aytgancha video yoqqan bo'lsa like va obuna bosib ketasiz. Men hali YouTube'da yangiman.
va video chiqarish va video sifatlarini yaxshi bilmayman. Aybga buyurmaysizlar. Snayperskida ham uni qurib o'ynolmayman. Snayperskida xato qilaman-da. Shu ya'ni qo'limdagi yangi bu qurol nomi hali esimda yo'q. Mana shu sezonda keldi, yangilanishda. O'zingizdan ko'rishingiz mumkin. Cho'p necha bo'lgandi. Va meni MMR'im 11 minus ketdi. Ya'ni bu PUBG'da level pasaydi degan ma'noni bildiradi. Shuncha vaqt kirgan joyga kirib ketdi. Mana ko'rishingiz mumkin, ya'ni stand-upda Sedical degan yangi sezon keldi. Bu sezon hali yangi va o'z ichiga yangi skinlar va yangi qurolni olib keladi. Orada skinlarga maqtanib qo'yay. Ana ko'rishingiz mumkin, yangi kelgan skinlar hammasi. Men yana bir kishi duelga chaqiryapti. Ana bo'lsam, let's go. Shu xonandan bo'lganlar nuqul jo'natish o'rnida Instagramdan, Telegramdan xabar inson o'ynayotgan paytda video jo'natib bo'xmomi. Bundan orqada chat aytdim-ku. Nima tushunmay qoldim. Qanday hali o'yin hali boshlangan yo'q paytda qanday qilib bu keldi? Haromdan bo'lgan cheat biladi. Seni. Ko'tabomi ben cheat yo'q bor. Cheaterlarni yomon ko'raman. Agar akkauntga ban berish bo'lganda haromni akkauntga ban berib yuborardim. Cheater biladi. Ya o'zingizdan ko'rishingiz mumkin. Hali o'yin endi boshlangan paytda bu dalboy orqamga qanday o'tganini xuyit qildim. Qanday? Apalarni ko'tinaski. Chot Bruno. Shunday ham chichaman. 708 ga yetib bo'ladi. Qalay, qo'limda yangi skin zo'ra. Men bu qurolda ham uni quruq o'ynolmayman. Ayniqsa stand-upda. Endi bunday to'g'ri lopadan chiqib bergandan keyin otadi endi nima qilsin. Shu qo'rqoq qo'shib burchakka qisilib olganim qara. Nihoya себе men bitta odamni o'ldirish uchun dahomat o'q o'tyapman. U meni o'ldirishim bir dona o'q kifoya qilyapti. Qanday qilib? Tushunmayapman shunga men. Mana ko'ryapsizlar? Bu menimcha bu haromni cheat. Shu cheat o'ynab bo'x bormi degan savol bor. Shu bitta cheater lopimdan chiqsin. To'g'ri, o'zim bir cheat o'ynayman dedim-ku, keyin menga o'xshagan tempasi asab chataroq bo'ladi. Bitta qarg'ish yo'q ketmaydiganda. Yo'q, qo'yib qilyapman-da, qo'yib. Uni o'ynashini qaranglar, meni o'ynashimni qaranglar.
Ana bitta to'pponchani uzoqqa bittada otyapti. Jonim 100 bo'lib turib jonim bilet. Haromni chetirlagan nima deyish mumkin? Haromdan bo'lganlar. Endi bunday sekin ko'tarilyapti mana. E'tiborsiz man cheat basman. Haromni cheatlarni yomon ko'raman. Neysin demsin. Shunday eng kreativ lag'za bo'ladi-da. Lag'zami. Vaqt xullas bo'lsa ham. Bilet. Ketdi ana qaranglar. Bittada ketadi. Aytdim-ku. Mana hali o'zimcha keskida qurollarni o'ynatishadi qo'llarida. Shunaqa o'ynatdim o'zimcha. Ketdi. Tash. Bitta kill nahvoy yibani biladi. Ne yibani biladi deydi. Chalg'idamiz. Mashitam chichpaymanda. Shu qo'limdagi, ya'ni snayperskiy qurol shu yangi sezonda kirib keldi. Yo'q, menimcha o'tgan safargi sezonda bo'lsa kerak. Chunki o'tgan safargi sezonda ham ko'rgandek bo'lgandim. Mana shu eng kreativ lag'zami xullas tilim chaynab o'ryapman. Qara. Ketdi pichoqni bittada yeydi. Jonimga tegdi shu istagandan video jo'natishlar. Ketdi pichoqda. Tas ketamiz. Bir. Hop. Bitadi. Aytdimki bitadi. Sqa biladi. Hali Xorazmchada appani kutinatski deydi. O'shanda bo'ladi, sinayniskilar. Katta naxoy. Olgi bani biladi. Men maqtanib qo'yaman, skinim bor naxoy. Mana olganman. Ataydan qilganman u skinlarga. Bilan 30 qarasizki. Shunda 7 bo'lib shu bilan olib chiqib ketib qoladi. 7 bo'lib qoladi. Ashbatda bitta imkoniyatim bor edi. Tiqadan joyimga tiqdim imkoniyatga. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Bu haromi cheat bu. Haromi cheat. Onasini hamsin. Hali keskida bo'ladi-ku. Cheaterlarga ban bersa bo'ladi. Bu stand-offda endi cheaterlarga ban berib bo'lmaydi. Mana 8-7. Bu уже olib chiqib ketib bo'ldi. Men olib chiqib keta olmadim. Umuman. O'sha yerda o'zida 10 yo bo'lsam 13 ta MMR beradi minus. Mana ketdi shu bilan 13 ta. 13 ta MMR 13 ta. Yana harakat qildim, nima qilaylik? O'xshamatdi.